aytsam ishonmaysizlar, bu soch mana shunchadan edi. To'g'rimi? Juda ham yomon holatda edi. Kim kuydirganini отметка qilib qo'ysak bo'lardi. Endi o'ziga obro'li odamlar qilgan, obro'li koloristlar qilgan. Shuning uchun mayli, hech kim obro'sini to'kmaymizda, indamay qo'ya qolamiz. Atak yomon kuyib, dabdala chiqib ketgan edi. To'kilib. Yanvarda kelganlar, yanvardan boshlab 2 oy davomida uyda bosh yurmadingiz, to'g'rimi? Faqat o'zim lecheniasini qildim. Undan keyin damashning xotlarini qilib berganman. Faqat shularni ishlatadi. Uyda boshqa narsa ishlatmaysiz, to'g'rimi? O'zingiz qilib bergan xotlaringiz. Bunda ham disiplina talab qiladi. Потому что boshlab turib chala tashlab ketganlar ham borda, siz qo'yishmaydi. Hamma bergan mahsulotlarni o'z vaqtida ishlatasiz, и rezultat mana sochdi. Ko'ringlar, endi o'zingiz xohlaganda qali ko'rsatardingiz-ku, videolarni tashardim. Qanaqa yo'llar qilib bera olaman. Xohlasa. Aha. Endi kelsangiz qo'rqmasdan kelavering, sochingiz kuymaydi, chunki u nima deydi? Odamda og'riqlardan normal holatda nima deydi, travma qoladi.